العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح نبينا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بفضلك وكرمك برحمتك يا رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم hurmatli ahli islom birodaroni kirom shunday bir sayyidil ayyam fazilatli bir ulug' kunda Allohning ulug' ibodatini ado etishga kechadan tayyorgarlik ko'rib ozoda liboslar bilan toza qalb toza vujud bilan masjid sari qadam qo'yib keldingiz. Ilohim har bir qo'yilgan qadamlar ajri azimlar aytoylab ikkinchi qo'ygan qadamlar bilib bilmay qilgan gunohlarga kafforat bo'lsin. Ilohim talabi maqsudlaringizga Alloh yetkazsin. Allohim avvalo yurtimizni tinch qilsin. Dunyo tinch bo'lsin. Tinchlik, osoyishtalikni bersin. Allohim tan jonimizni sog' salomat qilsin. Alloh o'zidan begona qilib qo'ymasin. Hamisha iymon mustahkam bo'lsin. Aziz birodarlar, dunyoda inson o'z nomi bilan ayblik. Beayb Alloh. Insonni har qanday bo'lmasin bir xatoga yo'l qo'yib qo'yadi, o'zi bilib yo bilmay. Ana shu inson endi shu xatolardan o'zini saqlashligi, joniga jafo, zulm bo'lmasligi uchun unga Alloh o'zini yo'lini ko'rsatib qo'yibdi. Bunday hudud qilib uni otini shariat deb qo'yibdi. Nima mumkin, nima mumkin emas. Mumkin emas narsalar zamirida nima turibdi? Bir o'tirib mana shu Qur'onda nimaga Qur'on mana shu narsalarni harom qilgan, shularni qilganlar nima bo'lyapti, qilmaganlar nima bo'lyapti deb bir analiz deydi hozir o'tirganda fikr qilsangiz mana shularni. Mana shu 1 soat fikr 1 yillik toat ibodatdan ortiq turadi. Odam fikr ham qilish kerak-da, faqat shu endi namoz o'qiyapman, boshqa qilyapman deb fikr ham qilish kerak. Nima uchun Alloh qoni oqmasdan shunday o'ldirilgan molni nimaga harom qildi? Nimaga o'zi-o'zidan o'lib qolgan halol qo'y harom bo'ldi? Sababi nima? Nimaga aroqni Alloh harom qildi? Sababi nima? Nimaga ota-onaga do'q qilish, ota-onani xor qilishliklarni mumkin emas qildi? Nimaga qarindosh urug' bilan aloqani uzib qo'yishlikni mumkin emas qildi? Nimaga Alloh zinoni harom qildi? Nikohlik olgan xotinga ruxsat, nikohsiz ko'cha-ko'yda to'g'ri kelgan bilan kelishib olib ish qilib olishlikni nimaga Alloh harom qildi?
Erkak qilib yaratibdi Alloh, ayol qilib yaratibdi Alloh. Nimaga? Alloh birini ayol, birini erkak qilibdi, hamma bir-biri bilan qo'shilib ketaversin ko'yni xolagan. Nima sababdan Alloh buni mumkin emas qildi? Uni zamirida nima turibdi? Buning zamirida haromdan tug'iladigan berahim, jallod, munofiq, o'g'ri, kazzob insonlar yotibdi. Buni zamirida kasallik yotibdi. Vabo yotibdi. Qarang, surat odam. Ko'rinish deykin bo'ridan ham, ilondan ham, zaharlik bo'ridan ham berahimlik, vahshiy. Hech tap tortmaydi. Odamni o'ldirib rohatlanadiganlar bor. Alloh guvohki, shu nikohsiz dunyoga kelgan harom o'sha odam. Zig'ircha qondan seskanmaydimi? Zig'ircha rahm shafqati yo'qmi? Mehri yo'qmi? Rahmdilligi yo'qmi? Uni mish-mish bilan dunyoga kelgan. Endi insonlarni o'zi bo'pti, farzand bo'lmagan taqdirda hozir dunyoda eng bir sog'aymaydigan, dardi bedavo bo'lib, vabo bo'lib qirilib ketayotgan kasal shu zinodan va giyohvandlikdan. Va shu 5-6 ta odamlar bo'ladi, amri ma'ruf eshitgisi kelmaydi. Jahli chiqadi, to'xtatinglar deydi. Amri ma'ruf ping tugaganda boramiz yo oshga deydi. Amri ma'ruf cho'zilib ketdi deydi. Amri ma'ruf zamirida ma'naviyat yotibdi. Shuni fikr qilsa, o'z tanida o'ylasa va bolasiga tarbiyat bersa, o'zi eshitganini bolasiga yetkazsa, oilasiga yetkazsa, ancha bir bolalarini jinoyatdan, giyohvand bo'lib ketishlikdan, har xil yo'llarga kirib ketishdan saqlab qolinadi. Lekin Allohni kalomini eshitgisi kelmaganlar, amri ma'ruf bo'layotsa jahli chiqadiganlar hayotda yutqizib qo'yadi. Shunday shariat uradiki, o'shanda ham sezmaydi Xudo urib qo'yganini. Alloh o'zini ko'rsatadi, ko'p ko'rsatadi, oxirida bildirib ham qo'yadi. Mana bunday bo'ladi. Lekin vaqtincha paytda Allohning Al-Halim nomi muhlat berib turgan paytda bular noto'g'ri tushunishadi. Mana azizlar, keling, mana bugungi ma'ruzamiz zino to'g'risida. Bu odamlarni ikkita xotini bor, 3 ta xotini bor deb ko'p xotinlikda masxara qilib yuradi. Kimlar? Zinokorlar. Kunida nima rasvo ishlarni qiladi o'zlari. Bir halol nikoh qilib olib va o'shani boqib, shu zinodan qaytib yurgan ustidan kuladiki, masxara qiladiki, ay ko'chada to'lib yotibdi-yu, ishini qilib ketavermaysanmi birovga bildirmay? Senga zarmi? Bu maqsadiga yetadi. Halol farzandlar ko'radi, zurriyoti ko'payadi. Lekin zinokorga Xudo bir kasal beradi, ancha cho'zilib keyin o'ladi. Hadis qudusiyada Alloh aytadi, umurtqa beliga bir dardni beraman deydi. Mana shu zinokorlarning ko'pi o'sha haligi belni eng baquvvat joyi bor-u, pazvonoshnik deydi Rasululloh, shotiga rak bo'ladi, shotidan rak bo'ladi, saraton bo'ladi.
yoki bir boshqacha yana bir kasallik beradi. Ammo darrov olmaydi Alloh, ancha uzaytiradi. Bu narsalar sizni bizga nima bo'pti zino qilsa, birov ko'rmadi-ku, Allohchi. Ana shu narsa bir ibrat bo'lsin deb Alloh ko'rsatadi. Alloh taolo Qur'on azim shanda marhamat qilib aytadiki: "Va la taqrabuz zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila." Ey bandalarim deydi Alloh, zinoga yaqinlashmang. Zinoga yaqinlashmang. Bu buzuq ish va oxiri yomon yo'l. Yomon halokatga olib keladigan yo'l. Yomon halokatga olib keladigan yo'l. Yoshidiyu to'satdan o'lib qopti-ya deb qo'yamiz. Avariya bo'pti-ya, oy. Ba'zida mana shu zinoni zamirda turgan nas kasofat ham uradi odamga. Alloh aytadi, yo o'zini yo eng yaxshi ko'rgan bolasini kasal qilib turib ezaman deydi. 5 minut, 10 minutlik rohat boring, yarim soat, 1 soat. Butun umringizga, vujudingiz, qalbingizni mevasi bo'lgan bolangizga shu kasofatingiz urib, ko'zingiz oldida dardman bo'lib yotib sog'aymay o'tib ketgan, shu arziydimi o'sha rohatga o'sha? Dunyoda bolalarni deb yashaydi inson. 10 ta, 15 ta bo'lsa, 10ni boshqa. Bitta joningiz bir-biridan nonga ham to'yadi, bitta kosaga to'yadi. Ishlamay yursangiz ham to'yaverasiz. Bittasi rahmi kelib qish kelibdi deb chopon ham tashab qo'yadi ustingizga. Hal bir xillar bo'lgan, men dunyo bevafo, nima qilaman? Qayta uni oson bola chaqa boqqannikidan. Bola chaqa boqish ibodati kuchlidir. Qizni, o'g'ilni tarbiyalash, joyiga yetkazish, qarash, mehr ko'rsatish, mehribonlik qilish. Bitta o'zini jonini o'ylab yurish. Endi shu farzandlarni Alloh berganda shularni hammasini tani sog' bo'lsin deysiz. Hammasi bir-biridan kam bo'lmasin deysiz. Lekin bekorga aytilmagan xalq maqollari ham ko'pi, musulmon xalq maqollari, o'zbek xalqining maqollari oyat, hadis turadi zamirida. Erniki bolaga, xotinniki erga degan bir maqol bor. Otani ko'p kasofat ishlari bolalarga urib qo'yadi. Ayolniki erga uradi. Ayolning nopokligi erni ishini rivojiga urib qo'yadi. Bu ming yillik gaplar, tajribalardan o'tgan gaplar. Inson senga shu kerakmi? Yaratgan Allohing zinoga yaqinlashma deb qo'yibdi. Yaqin borma. Bu yomon yo'l. Yomon yo'l. Oxiri ko'p odamni voy bilan tugatgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "La yazni zani hina yazni va huwa mu'min." Iymoni bor odam zino qilmaydi, iymon bilan zino qilib bo'lmaydi. Iymon ketadi, keyin zino qiladi deydi. Bittasi aytgan ekan, yer yuzida dindor odam ko'pmi? Ateist, xudosiz ko'pmi? Ateistlar ko'pmi? Ateist ko'p. Masjidlarda minglab odamlar namoz o'qiydi, cherkovlarda cho'qinishadi. Bo'lishi mumkin emas ateist ko'pligi.
odamlardan bekitib Xudodan qo'rqmay gunoh qilgan odamni hammasi ateist degan ekan. Odamlarning ko'zicha jim yuribdi, lekin odamlar yo'q joyda Xudodan qo'rqmay qilgandan keyin ateist bo'lmay nima bo'lsin? Men temirchini ham ko'p gapirib berganman. Och, qonni och, o'lishga yaqin qolgan yoshgina juvondan zino qilishni talab qiladi. Eshiklar bekik, hech kim ko'rmayapti. Xudodan qo'rqyapman, Xudo ko'rib turibdi-ku dedi. Uyalyapman Allohdan dedi. Shuning uchun Allohdan uyalgan hammadan uyaladi. Allohdan uyalmaganni uni hayosi yasama bo'ladi. Endi men mu'minman deb zino qilish u gap yolg'on. Mu'min zino qilmaydi. Hech bo'lmasa mana shu so'zlar esda turadi, shu so'zlarga ishonsa bormaydi. Yaqinlashmaydi. Qanday bu mu'min iymonim bor desada, uni qilsa qo'rqmaganligi chiqadi-ku. Shuning uchun sarvari olam aytibdilar. Qo'rqmay shu ishni qilgandan keyin uni mu'min deb bo'lmaydi. Agar iymon bo'lsa, iymon bu ishga yo'l qo'ymaydi. Yaxshi odamlarni, taqvo, ibodatlik, Alloh deb yurgan odamlarni orqasidan ko'p gaplar gapirishadi. Ko'zim bilan ko'rdim ham deyishadi. Mana shunday qilibdi. Iymoni bor odam ikki dunyo u ishni qilmaydi. Ayniqsa yoshligida, kuchi quvvati bor paytida qilmagan ishini yoshi o'tgandan keyin umuman qilmaydi. Uylanish boshqa, nikoh qilib xotin olish boshqa, esingizdan chiqazmang. Zino boshqa. O'rtog'ini xotini bilan o'ynashib yuradiganlar bor. Har kuni erini ko'rib choy ichib o'tiradi. Odammi u? Musulmonchilikni qo'yib turing, mo'minchilikni qo'yib turing. Hayvon u. Unga ham Xudo shunday ishlarni tayyorlab qo'ygan, hali ko'radi. U ko'chada bir buzuqlik, u bir boshqa yana bir zino, lekin tuzini ichib, ovqatini yeb, do'stim deb turib bunday ishlarni qilishlik. Odam zotni ko'rinish bir, boya aytganimdek. Bir xil odam bor, joningizni fido qilgingiz keladi, halolligiga, pokligiga. Xuddi shunga o'xshagan bir odam bor. Qandaqa o'lim topib uni birdalab olsangiz ham achchig'ingiz, g'azabingiz bosilmaydi uni qilayotgan ishlariga. Inson iymon, ishonchni yo'qotsa, odamiylik, ma'naviyat kelsa, hali maymun, voy maymun deymiz-ku, masxara qilamiz. Orqasi qizil maymun deb, undan battar sharmandachilikni qiladi. Hayvonni ori keladigan ishni qiladi inson, buzilsa, buzuq bo'lsa. Buzuq deydi-ku. Hayvon or qiladigan ishni insoniyatda aynigan qiladi. Zig'ircha tab tortmaydi. Yana Alloh taologa marhamat qilib aytadiki: "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka." O'z qo'llaringiz bilan, o'z harakatingiz bilan, o'zingizni topgan pullaringiz bilan bilib turib o'zingizni baloga tashlamang, halokatga tashlamang. Xudo mol dunyo berdi.
bola chaqaga qiling, o'zingizga, kori xayrlarga, u oxiratga ham kerak. Mana puling qolib ketadi, muncha yugurma. O'sha pul ketadigani ham bor billa siz bilan, qolib ketmaydi. Qorong'i go'ringizni yoritib, oldingizda hamroh bo'lib turadi. Yetimga yedirsangiz, kiydirsangiz o'sha puldan, uy quyurib bersangiz, to'yini uylantirib qo'ysangiz, uzatib qo'ysangiz, o'sha yugurib yurgan pulingiz sizga go'ringizgacha kirib, qabringizda qiyomatda hamroh bo'ladi. Shuncha topsam bor, shunday bo'lingki, shunday tijoratchi bo'ling, topganingizni o'zingiz bilan birga olib keting go'ringizga. To'g'ri, kapaningizni olib ketmaysiz. Shunday ish qilingki, o'shalaringiz sizga borsin. Mana masjidni nimaga qurdi u odam? Mana shunga sarflagani o'zi bilan birga bo'ladi. Hamma ketadi yig'lab go'ridan. Yo'l quradimi, bog' qiladimi? Bitta yetimni kuldirib, yengi ko'ynak oldirib, yetim duoni bilmaydi. Shu kiyib xursand bo'lganda jannatiman deyuring. Buni qilmaydi ko'p odam. Lekin da'vo qiladi. Men sendan taqvoman deb. Taqvoyini mol dunyoni sarf qilishingda ko'ring. Qanaqa taqvosi? Qachon Alloh qaysi bandasidan rozilik so'ragan? Qachon? Bandadan, o'zi yaratgan bandasidan rozimisan bandam deb qachon Alloh rozilik so'ragan? So'ragan bitta, ikkita insondan, mana bittasi Hazrat Abu Bakrdan. Nima sabab? Saxovat, hamma narsalarini sadaqa qilib berib yordilar. Kiyinishga kiyim qolmadi. Bandam, ayting Jabrail payg'ambarga-ki Abu Bakrdan so'rasin, mendan rozimi deb Alloh so'rattirdilar. Buni Xudo berganda zinolarga sarflab, buzuqchilikka sarflab, o'zingizni pulingizga o'zingiz balo sotib olib, keyin dars sotib olib, o'sha zino bilan, zinoga sarflanganlik bilan o'zingizga bir baloni sotib olyapsiz. Kasofatni sotib olyapsiz. Keyin yurishmadi, ishim yurishmay qoldi. Esingizdan chiqdimi? Nima qildingiz o'zingiz? Yaxshi yurishyapti. Birovni jufti halolini yo'ldan urdingiz. Qattiq rasvo ish qildingiz. Ana o'sha ishingizga yarasha bu yoqda Parvardigor olam ham rahmatini bekitdi sizga. Faqat bu amaliyotda emas. Til zinolari bor. Ko'z zinolari bor. Bir ko'z tushdi bo'ldi. Kosasidan chiqib ketguncha qarash shartmi? Bo'yin qiyshayib qatib qolgancha qarash shartmi? Mashinani olib daraxtga urguncha qarash shartmi? Iymon peshonaga yozib qo'yilmagan. Iymoni bor iymon. Mana shu yurish-turishingizdan iymon bor yo'liga bilinaveradi. Qadam bosishingizdan, sarf va xarajatlaringizdan, muomalalaringizdan sizda qancha iymon borligi bilinib turadi. Shu aldiyman deb turadi bir xillari, shu namoz o'qiydi, shu aldasam deb turadi, shu bilinib turadi shuni shaytonligi. Shaytonligini bilinib ham aldanib qolasiz. Shu qanday aldab ketganini bilmaysiz.
U ham mo'minman deb yuradi yana. Juda ko'p aldanamiz o'zimiz ham. Juda ko'p aldanaman men o'zim ham hayotda. Juda ko'p aldanyapman. Mayli Allohga qo'ydim hammasini. Men yutqizmayman. Aldangan yutqizmaydi. Aldagan yutqizadi. Aldagan yutqizadi baribir. Vaqtincha boshga g'am keladi, qiyinchilik keladi. Aldanib qoldingiz, ishondingiz birovga. Lekin bir kuni uni shunday Xudo urib sizni yo'lingizni ochib yuboradi. Alhamdulillah o'zing haqsan deysiz. Ko'ramiz o'lmasak. Hammani oxirini har kim qilsa Rumiyni boya bir baytini eshitib yozib oluvdim-u. Uncha esga kelmay turibdi. Jaloliddin Rumiy aytgan ekan. Kasiki aql nadorat bavay suxan hayfast. Aqli yo'q odamga nasihat so'zlaganing hayf. Og'zingni charchatib unga gapirib o'tirma beaqlga. Guliki bu nadorat bavay chaman hayfast. Hidi yo'q, gulli ko'rinishiga chaman hayf unga, bog' hayf, hidi yo'q gulga. Sariki sajda nadorat bavay kapan hayfast. Boshi umuman sajdaga tegmaganga kapan hayf. Kapan hayf unga deyilgan ekan. Azizlar, so'zni aytganda, eshitganda amal qiling, kam bo'lmaysiz. Masjiddan chiqqandan esdan chiqib qolmasin. Shuni mahkam ushlab, hayotga tatbiq qilib, bolalaringizga nasihat qilib, shularni yetkazishga harakat qiling. Endi bu halokatga keltiradigan narsalar juda ko'p hayotda. Halokatga keltiradigan narsa, zinoga sababchi bo'ladigan narsalardan bittasi diyonatsizlik. Dini yo'q, iymoni yo'qligi. Ikkinchi sabab ichkilik. Bu narsa erkakni ham ichiga kirgandan keyin, xotinni ham ichiga kirgandan keyin birinchi galda mana shunaqa zino ish qilishlarga boshlashni harakat qildiradi. O'shani tashashlik zinodan qaytishlik bo'ladi. Bir boyni xotini bir chiroyli taqvodorga oshiq bo'lib qoldi. Qanday qilib shu yigitni qo'lga kiritsam? Bir kuni eri yo'q paytda cho'risiga aytibdi, bir amallab shuni uyga kirgizib olaylik. Voydod, yordam beringlar deb qoptali taqvo chiroyli yigit o'tib ketyapti. Yordam bering, men hozir o'ldiradi, hozirsa lippayt hali uyga kirgandan keyin eshikni quplashibdi-da. Endi qo'lga tushdimi rohib, taqvodor. Men seni yaxshi ko'raman deb. Men bilan men shu zino ishi qilasan. Unamasang, mana u chaqaloq yotibdi, cho'rini bolasi, buni o'ldirasan. Yoki mana bu bir piyola mayni aroqni ichasan. Yo, men taqvoman, men masjidga namoz o'qigani ketyotgandim. Yo, uchovidan bittasini qilasan. Bo'lmasam hozir dod deymiz, eri chaqiraman, boshqani chaqiraman, boshingga tushadigan tushadi. Sharmanda bo'lmay debdi, ke bolani o'ldirgan yomon, zino qilgan yomon, mana shu bir piyola aroqni ichib qochib chiqib ketay debdi-da, haligini shunday ichibdi. O'tkir ekanmi? Ichgandan keyin o'zidan o'zi hiringlab ayolga qo'li ketga uribdi. Mas bo'ldi.
ayolga qo'lini uzataveribdi. Ani bola xalaqit beryapti, tepvordi, bir tepganigan chaqalog'im o'lib. Ayol bilan zino ish chiqibdi. Rasvo raddi bo'libdi. Bitta o'shani ichdi, ikkita jinoyat qildi. Shuning uchun Alloh buni harom qilgan sizni biz insonlarga, mu'minlarga. Bu hamma ish mana shundan bo'lib ketyapti. Endi bundan ham hali giyohvandlik oshib tushdi. Bu giyoh bittada o'rganar ekan, qo'yar ekan. Ikkita, uchta qilish hojati bir marta o'rganilsa, shunga mubtalo bo'lib qolinyapti. Bu ham mana shu otalarni, o'g'lim mana o'tir. Kim bo'vasan? Og'aynilaring kim? Surishtirish kerak. Og'zi ochiq yurish kerak emas-da, bolam katta bo'lyapti deb. Bolani ko'zini to'q qilish kerak. Bolaga otani o'zi ko'p gaplarni o'rgatib qo'yish kerak. Hayot mamoti eng bu dunyodagi nimangiz shu. Men bilaman bir ikkita mana ukalarimni shogird, ustoz deyshadi. Shular qanaqa bolasiga e'tibor. Mana Abdumutal hoji ham mana hamma bolalarni o'qimishlik qilib, qori bo'lib millat. Mana Adham hoji ukamiz ham mana bolalarni o'qishga joylashtirib, qarab, umralarga olib borib, nimadan? Bu erkalatish emas. Ko'rsin, ko'zi ochilsin, oq qorani bilsin, Allohni tanisin. Harom halol farqiga borsin. Ilm o'qisin, ilmlik bo'lsin. Hamma ish ilmsizlikda o'zi ko'pi. Mana shu narsalarni ota erinmasdan bolalarga o'rgatib, qarab, qanday o'qish bo'lmasin, ilmlik bo'lish kerak. Jaholatdan Alloh saqlasin. Muhtaram birodarlar, Ilohim hammamizni mana shunday kasofat narsalardan saqlasin. Eshitgan so'zlarga amal qilmoqlikni Alloh nasib etsin. Jamoatdan duo so'rashgan ekanlar. Duo qilamiz. Ukamiz ham shogirdday Hoji Akbar Adham hoji haqlariga, bolalarning haqiga duo qilamiz. Abdulmutal hoji haqlariga duo qilamiz. Zokir aka va Dilshod aka, Hasan Husan otasi, onasi, Zikr aka, A'lojon barchalarning haqiga duo qilamiz. Alloh taolo hammalarning umrlarini uzoq, tanlarini sog' qilsin. Talab maqsudlarga yetkazsin. Allohim yurtni tinch qilsin. Hammamizni Alloh o'z panohida saqlasin. Yurt tashvishida, el tashvishida yurgan yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lib, tanlari sog' bo'lsin. Atrofdagilarni hammalarini Alloh maqsadlariga yetkazib, tanni sog' qilsin. Alloh taolo iymonimizni salomat qilsin. Qasd qilganlar, dushmanlar o'zlariga o'zlari ovora bo'lsin. Ilohim Parvardigor hammamiz yaxshi niyatlarimizga yetkazsin bi rahmatika ya arhamar rohim. Tilaka va o'g'illari Rahmon aka va Ilhomjonlarni haqlariga duo qilaylik. Rahmatul akamiz haqlariga, mana yaqinda mana Rahmonjon to'y qilyaptilar, kishini haqlariga, mana bir muomalasi go'zal, bir yaxshi inson bor Ilhomjon. Hammangiz yaxshi taniysiz. Alloh kishini haqlariga, hammalarni Alloh tan-jonlarini salomat qilsin. Niyat maqsadlariga yetkazib, bolalariga bosh bo'lsin. Allohu akbar.